Amonatdeki bizga supurdansiz Bovuzador Qaridor soy va Hafiz soy Munshi va Ihsonullo mana bu kampirona biz. Necha tifliz bor onajon? Tifl 5ta. 5 avlod bilan beva qolgansizmi? 5 ta farzand bilan beva qolganlar va mustahiqtarin famil kattonki ro'zini topsa, shabini topmaydi, o'sha amonatni bizga beribsiz. Bundan baqa ham talosh qilingki, mana shu mustahiq endi modarmo kavol qiling. Modarmo eshitining tanho Ramazon bilan kifoyat qilmaydi. Ya'ni aksar vaqt bular bu beshom qoladi bechoralar. Mana shu uchun biz uni shamonatni keltirdik, bu huzurdosh do'stlar. Mana uni kampironani o'zini og'zidan ham eshitib, duosini olib biz shamonatimizni topshiramiz. Bir duo bering mana shu Salohiddinxonda haqqiga. Mana sizlar mana shu Ihsonulloxon les beradi bizlarga. Bir oydan beri biz nima qiladik? Mana shu ro'z bizlarga ijro bo'ldi. Mana Qaridor so'yib buni amonatni topshiring. Mana badan shuni bergan duo qiling, Xudovan. Ramazonlar shu ro'zlardan azlaring ro'zlari meni shundoq qilib chiqqan bo'lsanglar, Parvardigor men ham kecha kunduz duo qilamanki, Xudoning karim sizlarga ajr bersin. Meni shu Ihsonulloxon ham duo qiling. meni shu sag'irlarimni shunday yo'qlagan bo'lsangiz, Xudoning karim Parvardigor dunyoga hech hollikni ko'rmay sarbaland bo'lib, Xudoy pok bundan ham izofa qilsin. Parvardigor deganlarga Xudo yetishtirib, sizlarni ham Xudoning karim domon sarbaland bo'lib, avlodlaringizni dog'dardini ko'rmay, mudoham Xudoning karim Parvardigor hamisha sarbaland bo'lib, Xudoy top buyursanglar. Xudo men ham kecha kuni nimani sizga duo qilaman. Sizlarki meni sag'irlarimni shunday yo'qlab chiqqan bo'lsanglar, Xudoning karim mudoham sizlarni yo'llaydi. Ilohi amin. Xayr